Спасибо большое. Машаллах, машаллах. Радовали нас. Спасибо всем большое. Har bir oilaga nima va'da qilgan bo'lsak, hammasini olib kelamiz. Bu qilinadigan ehsonimiz O'zbekistondagi barcha kasal bo'lib, xasta bo'lib yotgan aka-uka, opa-singil, onaxonlarimiz nomidan Пусть Аллах вас радует, так как вы обрадовали нас, я Рабби, я Аллах. Амин, амин, амин. Даже люди обещали что-то, но вы это выполнили. Дай Аллах вам здоровья, счастья, пусть расцветает узбекский народ. А так рахмат. Bitta insonni like bilan, qanaqadir yordam bilan istoriya bilan hayotini o'zgartirish mumkinmi? Albatta mumkin. Hozir obuna bo'ling. Biz esa Dog'istonda ko'rayotganlarda insonlarga video texnikalar, televizorlar, gaz plitalar, xolodilniklar tarqatyapmiz. Allohning izni bilan. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Shuncha odamni qaranglar, hamma xursand. Plisosda Mashallah, mashallah. Yuzlab uylarga zarar yetgan va biz olib kelgan bitta uy texnikalar hammaga ham yetmadi. $100 hammaga. Rahmat!